Farzandida allergiyasi bor onalar. Bugungi videoyim sizga bag'ishlanadi. Bilaman, allergiya sababli juda ham qiynalib ketdingiz. Ba'zan o'zingizni ayblasangiz ham kerak. Yana nima qildim, nimada xato qilyapman, nimaga meni farzandimda shunaqa deb. Ba'zan esa tunlarni uyqusiz ham o'tkazgan bo'lishingiz mumkin. Ko'pincha hattoki yaqinlaringizdan ham ta'nali gaplarni eshitgandirsiz. Yana nima yeb qo'ydingiz? Bolaga nima berdingiz? Yaxshi qaramagansiz degan gaplar yuragingizga og'ir botgan bo'lishi mumkin. Ba'zan qo'rquv sababli o'zingiz ham farzandingizni ko'p narsadan cheklagandirsiz. Oziq-ovqatdan, bolalar bilan o'ynashlardan va hokazo. Va bilib qo'yingki, cheklov bu allergiyaning yechimi emas. Haqiqiy yechim to'g'ri tashxis, to'g'ri davo, to'g'ri dori-darmonlar, to'g'ri parvarish va tizimli yondashuv. Farzandingizga hamma narsadan qo'rqadigan, xavotirga tushadigan, o'zini ayblaydigan ona kerak emas. Farzandingizga o'ziga ishongan, qo'rqmaydigan, har qanday vaziyatda o'zini yo'qotib qo'ymaydigan ona kerak. Shunday ekan, agar farzandingizni allergiyasi sababli biroz o'zingizda muammolar his qilayotgan bo'lsangiz, tushkun holatda bo'lsangiz, hech ham xavotirga o'rin yo'q. Bu hammasi o'tkinchi. Allergiya hayotning oxiri emas. Allergiyasi bor bolalar ham hamma bolalar kabi o'sadi, o'ynaydi, kuladi, yashaydi, bemalol nafas oladi. Sekin-sekin bola katta bo'lgan sari ko'pchilik allergiya turlari ham o'tib ketishi mumkin. Keling kelishib olamiz. Bugundan boshlab o'zgalarning fikriga quloq solmaysiz, o'zboshimcha hech qanday dori-darmonlar bermaysiz va hamma narsani cheklamaysiz. Uni o'rniga to'g'ri mutaxassisga murojaat qilasiz, mutaxassis maslahatlarini to'liq bajarasiz va hamma narsada bolangizni cheklayvermaysiz. Bolangizni allergiyasini nazoratga olishda esa birgalikda harakat qilamiz. Biz siz bilanmiz.